bosimni bir xil taqsimlash hisobiga har bir organ to'qimani faoliyatini tiklab beryapti. Bundoq qaraganda oddiy patak, mana plastmassa deymiz, lekin bu plastmassa emas, nanomaterial, bu nanotexnologiya, oxirgi innovatsiya, bu tarkibida turmalin, oltin tolalari aniqladik, lekin aniq tiniq tarkibini etishmaydi, lekin mo'jizakor ta'sir ko'rsatadi. Mana oyog'imiz ikkinchi yurak hisoblanadi. 20 mingdan oshiq aktiv nuqtalarimiz bor. Har bir nuqta organlar bilan, ya'ni 12 ta meridian bilan bog'langan. Imенно o'sha meridianlardagi modda almashinuvini qon aylantirishda o'zgartirish hisobiga har bir organ sistemamiz o'zini normal fiziologik holatini tiklashga olib kelyapti. Nima qiladi? Bizda mana shu stilkani taqqanda позвоночник, ya'ni churralarda o'zgarish bo'ldi. Ya'ni haligi позвоночник grijja hozir modniy kasallik bo'lib qoldi. Og'riq juda ham kuchli, yurishga ham qiynaladi, o'tirib turishga qiynaladi. U holatdan xolos bo'lganlarning soni juda ham ko'p. Ikkinchidan, ayollarimizda 50 yoshdan o'tgandan keyin birdaniga qarib qolish holatlari bor. Nima sababdan? Chunki kollagen ishlab chiqarish orqaga sekin ketishni boshlaydi. Asosiy sababi gormonal o'zgarish, ya'ni organizmdagi estrogen gormonlarning kamayishi hisobiga shu holat bo'ladi. Lekin o'sha holatni tiklab berishga mana shu stilkalarimiz yordam berar ekan, ya'ni deformiruющий osteoartroz shunaqa kasalligimiz bor, ayniqsa tizza bo'g'imida o'tirib turishga qiyin bo'ladi. Keyin utilniy poxodga ko'pchilik ayollarga qaraydigan bo'lsangiz, именно o'sha ayollarimizga agar yaqin tanishingiz bo'lsa, o'zingiz ishonch doirangizdagi insonlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu stilkalardan yordam berishingiz mumkin. Endi bizda shuncha muddat ichida olingan natijalar haqida gapirib beraman. Ginekologiyada rezultat bo'ldi. 50 yoshga yetmagan ayollarimizda hayzda tiklandi. Undan tashqari qabziyatdan rezultat bo'ldi. Bir kunda 2 mahal, 3 mahal ichimiz kelishni boshlaydi. Nima sababdan? Asosiy vazifasi oyoqqa taqqaningizda umurtqa pog'onasi rostlangandan keyin ichki organlarimiz juda ko'pchilikga e'tibor bersangiz, mana bunaqa sutus, engashib yuramiz, to'g'rimi? Mana shu engashib yurgan vaqtda ichki organlarimiz faoliyati siqilib qolar ekanda, siqilgandan keyin modda almashinuvi havo yetishi ozgina qiyin bo'lar ekan. Endi nima qildi? O'sha modda almashinuvini tiklagandan keyin har bir organga o'sha yetarli miqdorda borgandan keyin fiziologik holatimiz tiklanib turdi. Yana nima kasallikda? Bizda yosh bolalarda o'zi 12 yoshgacha mumkin emas, lekin pokazaniya bo'lsa berishimiz mumkin agar oyog'ini razmeri 35-36. O'zi stilkalarimiz 35-36 razmeridan 43-44-razmergacha. 35-36 yangi ochilgan paytimizda 12 yoshli bolachani olib kelishdi, plastoskopiya 4-5 stepen. Imенно mana shu stilkani taqish natijasida 3 oy davomida, yillar davomida olinmagan natijani mana bitta stilkamizdan olishdi. Mana ko'rib turgan stilka taqqanlar bormi? Qanaqa rezultatlarimiz? Zo'r. Hozir gapirgan gapimni isbot qilib bera olasizlarmi?